Tojikiston. Tojikiston chegaram deymi? Tojikiston oldi deydilar. Mana Tojikiston. Bu yerga to'xtamaydi, faqat kanat o'tadi, suzilib. O'zbekiston, Tojikiston bir yerda qurganmi o'zini? O'zbekiston qurgan. Nima qilamiz? Ana jannatlar qarang, ko'cha shahar bo'lib ketgan yerda. Bulutlarni orasidan ketyapmiz. Mana shu birinchi chaygan joyi juda aniq ekan. Tutga joy emas yerga. Ajoyib. Aydın olsunum. Valerink'te soru alıp da şehirde. Oy. To'xta deymiz. To'xtayapti. Balandligi bormi? 20 metr mashina. Ziyorat bor. 100'ga yetar. Mamayda chuqur. Eng pasti 120 ming lira. Bilib chiqay. Archalar nimalarni qo'rqmagan emas-a? Suv kam bo'ldi-da bu. Archalar endi yangilanar shekilli. Eski barglarini yangilaydi. To'xtab qoldikmi? Yurga avasiz. Ya kinolarda shu yerda olgan odamxo'r kinolar. Zomni olmagan-ku, qorada olgan. Mashina yurgan ekan, izi turibdi. Mashina? Yo'q, ana olgan. Archalar qurmadi. Shuncha balandlikdamiz. Voy, nechta. Qaytib ketyapti. Samarqandliklar shu xalatini qarang. Xalatidan taniysiz. Voy. Yuqorida odam yashar ekan. Suv o'chib qolishi mumkin emas. Kanatni ichini ko'raylik. Jannatda ham bir-birimizni tanib shitib o'tkazsak kerak. Ey palonchani shaqda ko'rdim. Qaniysan deb qo'ysa. Dunyoda tanish bilishchilik yo'q. Ona bolaga, bola onaga, ota ona bir-biriga javob bermaydi. Hamma o'zi uchun. Borib kelgansan. Hamma o'zi uchun javob beradi yo'qda. Qor bor ekan, mana tubida. Deb qadam bor ekan. Sovuqda o'shalar sovuq. Tojikiston. Yetdik. Yetib keldik. Mazza bo'ldi, kirilmaganlarga alam qilsin. Sovuq. Mana quyosh bor ekan, ana quyosh chiqdi. Arbiyada quyosh bor ekan. O'zbekistonda shuncha quyosh bor. Shaharda shahar ta'ala bizni mashina. Qaydan tanib qo'ydingiz? Unga o'xshagan mashina ko'p-ku. Yo'q. Buni kutib o'tirganmi? Mana opam telefon Boramiz qilyapti. dedi. Ana opam. Ey, lunatik. Пришла lunatik deb. Ana voy. Faqat eshiklar ochiladi. Lunatik. Keyingi manzil Zomin. Lunatik. Tush. Bismillahirrohmanirrohim. Keldik. Keldik. Xush kelibsizlar Zomin. Sizler. Xush kelibsizlar. Hasan